Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Safarqul har kungidek kech tushib, bir eshak o'tin bilan uyga kirib keldi. Bechoraning har kungi kun tartibi shunaqa. Ertalab turib tong azondan qishloqdagi boylarning qo'y qo'zisini toqqa boqqani ketadi. Kechga yaqin yana qishloqqa qaytadi. Qishloq sharoitida o'tin cho'p mashinaning benzini kabi zarur vosita. Quruq qaytmay deb o'ziga o'xshagan oriq eshagiga o'tin ortib qaytadi. Safarqul ham odamlar kabi yaxshi yashagisi keladi, ammo tabiatdan nozik bo'lgani sabab og'ir ishlarga kuchi yetmaydi. Eng osoni cho'ponlik, qo'y boqish. Bolalari, xotini ochdan o'lmaydi. Qora qozon qaynab turganiga shukr. Yegani qotgan nonu bir kosa suyuq ovqat bo'lsa ham rosa mehmondo'st yigit. Uyga birov kelsa, boshi osmonga yetadi sho'rlikni. Do'kondan qarzga bo'lsa ham go'sht, gurunch degandek narsalar olib kelib, bir osh qilmasa ko'ngli tinchimaydi. Hijolat bo'laveradi. Ertasiga do'konchidan qarz bo'lib so'kish eshitgan. Bir kuni qaynisinglisi qo'lida tuguni bilan kirib keldi. Dard ustiga chipqon deb shuni aytsalar kerakda. Bojasi xotinini qornida 2 oylik bolasi bilan ko'chaga haydab solibdi. Qaynisingil uyga qaytishni or bilib, bo'sh, buyovgina pochchasini uyi tomon yo'l olibdi. Safarqul qaynisinglisini yig'aralash hasrat daftaridagi so'zlarini eshitib, uyiga taklif etdi. Nima qilsin bechora? Onasi uni shunaqa oliyjanob qilib tuqqan bo'lsa, unda nima ayib? Oradan 3 kun o'tdi. Bolalar, xotini har kungi tansiq taomga o'rganib qolishgan. Qaynisingil esa boshqarong'u degan baloga mubtalo bo'lgan. Burchakka o'tib yig'lagan. Safarqul kechga uyga qaytib, qaynisinglisidan hol ahvol so'ray boshladi. Nazokat, sizga nima bo'ldi? Opangiz sizni hech narsa yemayapti, yig'lab yotibdi deydi. Tinchlikmi o'zi? Banan giyman. Safarqul bir yutinib oldi. Bolalari ham yeb ko'rmagan bu mevani, chunki narxi falon pul. Safarqul o'rnidan sekin turib ko'chaga chiqdi. Xotini esa uning ortidan ergashdi. Qayerga borasiz, dadasi? Do'konga boraychi, onasi. Qarzga bersa olib kelaman. Nazokatni emas, qornidagi begunoh bolasini yegisi kelyapti-ku. Bir iloj qilib topib kelmasam bo'lmaydi. Qarzing bitta qo'yni puli bo'lgan, bilasanmi shuni? U desam bu deysan, bu desam u deysan. Qarzingni qachon to'laysan deb javray ketdi do'konchi Qahhor aka. Tolib 3 oylik qo'ylarni haqqini bergani yo'q hali. Shuni olib kelib beraman aka. Hozir 1 kilogina banan bermasangiz bo'lmaydi. Iltimos Qahhor aka yo'q demang, bermayman. Oldin qarzingni o'z. Safarqul ilojsiz edi. Uning gapida ham jon bor. Qarzlari ko'payib ketgan. Qarzlarni beray desa, ro'zg'orda 10 yog' uzilgan bo'ladi. Topgan puli yana ketib qoladi. Qarz esa yana temir daftarni bezagancha qolaveradi. Safarqul do'kon eshigidan chiqib keta boshladi. "Ma, ol!" Orqadan Qahhor akani ovozi yangradi. Safarqul do'konchi tomonga qaradi. Uning qo'lida paketga solingan banan turardi. "Rahmat akajon", dedi Safarqul quvonib. "Qarzingni tezroq o'z. Meni oborotimga ham pul kerak ukam", dedi Qahhor aka. "Aytmoqchi, hech banan olmasding. Nima gap o'zi?" Qaynisinglim kelgan. Eri ko'chaga haydabdi. Homilador ekan. Yegisi kelibdi bechorani. Ota-onasining uyiga borsa bo'lmaydimi axir? Sen bechora ro'zg'oringni zo'rg'a tortsang, odamlarga ham qiziqsana. Nima qilay Qahhor aka? Uyingga ket deyolmayman-ku axir. Qaynota-qaynonam ham olamdan o'tishgan. Akasining xotinini gapi ko'pligi uchun biznikiga kelgan. Mayli akajon, bir gap bo'lar. Xudoyim biror yo'l ko'rsatar. Safarqul bananlarni choponiga yashirib olib bordi. O'g'illarini ko'zi tushsa, tomog'i tushishi aniq. Onasi, "Mana olib keldim. Nazokatni asta chaqirib bergin. Bolalarga ko'rsatma. Bir chetga o'tib yeb olsin." Nazokat bananlarni yeb, ko'zi yarq etib ochildi shekilli, yuziga tabassum yugurdi.
Rahmat pochcha, degandek kulib bosh irg'ab qo'ydi. Safarqul har doimgidek 2 o'g'li bilan ichida bir dona kartoshka, bir chimdim makaron solingan ovqatga nonni bostirib to'g'rab yeb olishdi. Qorin to'yib g'am ketdi. 2 o'g'il shishasini labi singan chiroq shu'lasida otasi taxtadan yasab bergan o'yinchoq mashinalarini o'ynay boshlashdi. Safarqul kun bo'yi qo'y ortidan soyama-soya yurgani uchun charchoq zo'rlik qildi. Uxlab qoldi. Ertasi kuni kechki payt Safarqulning xotini nimadan gap boshlashni bilmasdi. Xotinining xatti-harakatlaridan bir narsa aytmoqchiligi bilinib turardi. Nega oyog'i kuygan tovuqday joning halak? Tinchlikmi o'zi? Nazokat. Biror joy og'riyaptimi? Kolbasa yegisi kelibdi. Safarqul charchoq zo'ridan bir so'kinmoqchi bo'ldi-yu, yana hovuridan tushdi. Nima qilsin bechora? Qornidagi go'dak talab qilayotgan bo'lsa, yegisi kelganda. Iflos bojam ham dang'illama uyi, mashina, do'konlari bo'lgani bilan ahmoq ekan. Allohim insonga yo aql, yo boylik berarkanda deya o'ylay boshladi Safarqul. Do'konga borsa Qahhor aka yana qarzini so'raydi. Nima qilishini bilmay hayron edi bechora. O'sha payt yoshi 6ga yetgan o'g'li dadasiga hasrat qildi. Dada, bugun xolam bilan ko'chadan o'tayotsak, qishlog'imiz chollari xolamni orqasidan ancha payt qarab qolishdi. Yoshi 60ga, 70ga yetgan buvalarga nima qo'yibdi qizlarga qarashni. Safarqulning xayoliga kelgan fikr uni choqdan ozod etdi. Kiyimlarini almashtirdi-yu ko'cha tomon otildi. Do'kon oldida qarta o'ynash uchun stol-stullar qo'yilgan. Chollar bekorchilikdan o'sha joyga o'tirishib qarta o'ynashadi. Yutilgan raqib bir aroq yoki kolbasa tuxum olib berish kerak. Xullas, pensiya o'sha tarzda o'yinga ketadi. Safarqul ularni yoniga borib salom berdi. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Va alaykum assalom. Qo'y boqib charchamadingmi? Yo sen ham o'ynamoqchimisan? Qarta o'ynashni menga kim qo'yibdi? Puli borlar o'ynasin bu o'yinni, dedi Safarqul. Ozgina tomosha qilaman u ketaman. Birozdan keyin chollarning biri gap boshladi. Uyingga bir ayol kelib qolibdimi? Qaynisinglim erdan ajrashib kelibdi. Topganim o'zimizga zo'rg'a yetadi. Bir yaxshiroq chol topilsa-yu berib yuborsam, dedi chollarga tikilib. Safarqulning rejasi ish berdi. Yuzlari qip-qizil to'lachidan kelgan Rayim bobo uyga boray, nabiralarim qo'ylarga yem berganmi yo'qmi hali deb chiqib ketdi. Birozdan keyin Safarqul ham u yerdan chiqib tor ko'chadan uyi tomon yo'l oldi. Safarboy, to'xtab tur, senda ishim bor, dedi orqadan kimdir. U Rayim bobo edi. Nima gap buva, dedi Safarqul o'zini bilmaslikka olib. Rayim bobo biroz taraddudlandi-da gap boshladi. Qaynisinglingni erga bermoqchiliging rostmi? Rost. Bilasan, Safarboy kampir o'lganiga 15 yil bo'ldi. Agar xo'p desang, shu qaynisinglingni menga bersang. Gaplashib ko'raman buva, ammo hozir bosh qorong'u bechora. Gap qulog'iga kirarmikan, dedi Safarqul. Nima yeyisi kelibdi Safarboy? Aytaver, men do'konga borib olib kelib beraman, dedi Rayim bobo shoshib. Kolbasa, tuxum yegim kelyapti, dedi. Men kambag'al bo'lsam buva, nima qilishni bilmayapman. Ketmay tur, men hozir olib kelaman. Safarqul chollarni aldab qaynisinglisi xohlagan narsalarni olib kela boshladi. Bolalari ham xolasi bilan birga yeyishib, rohatlanishardi. Oradan 7 oy o'tib ketdi. Safarqul chollarni aldagani uchun kaltak ham yeb oldi. Og'riq o'z ta'sirini o'tkazsa ham ko'rpaga o'rangancha tishini tishiga qo'ydi. Tun yarimdan oshayotgandi. Safarqulni xotini erini shoshib uyg'otdi. Turing dadasi, nazokatni dardi boshlandi shekilli. Qornim deb tipirchilab yotibdi. Biror mashina topib keling. Qish chog'i emasmi? Tog'ning sovuq shamoli odamni teshib ketay deydi. Safarqul eski to'nini apil-tapil kiyib sinfdoshi Jo'raboyning uyiga yugurdi. Oyog'idagi yirtiq rezina etikdan qor kirib ketsa ham parvo qilmay yugurardi.
Jo'ravoy, hoy Jo'ravoy. Hech kim javob beray demasdi. Safarqul darvozani ura boshladi. Jo'ravoyning eshikdagi keladigan iti darvozani u tarafidan turib hurardi. Biroz o'tib Jo'ravoy chiqib keldi. Nima gap, tinchlikmi? Yarim tunda baqirasan, bir uraymi hozir? Yordaming kerak bo'lib qoldi do'stim. Qaynasinimni raddomga olib borish kerak. Iltimos, dedi Safarqul sovuqdan dir titrab. Moshin pulini katta xolang beradimi? Mashina benzinga yuradi, rahmatga emas. To'layman jo'ra, to'layman. Yo, 1-2 kun ishingni qilib beraman. Yo'q dema, iltimos. Buncha mehribonsana. Opa singilni qo'sh xotin qilib olgan deysa, ishonmagandim. Mana endi ishondim, dedi tirjayib Jo'ravoy. Unaqa emas do'stim. Odamiylik ham kerak axir. Gapni ko'paytirma, iltimos. Tezroq olib bormasak bo'lmaydi. Hozir chiqaman. Ammo bir gap. Qo'ylarimni 2 oy bepul boqib berasan. Kelishdikmi? Gap yo'q jo'ra. Kelishdik. Faqat tezroq bo'l. Jo'ravoy kiyinib chiqquncha sovuqdan Safarqulning oyoqlari, boshi og'riy boshladi. Nozik odam emasmi? Sovuq ham unga tez o'tardi. Darvozaxonadagi Jiguli ham o't olay demasdi. Keksa odamning yo'taliday kalta yo'talib o'chib qolaverdi. Orqasidan itar mashinani. O't olmaydi bo'lmasam, dedi Jo'ravoy. Bechora Safarqul bor kuchi bilan mashinaga yopishib itara boshladi. Kuchi yetmay necha bor ag'anab tushdi. Shimining tizza qismi muzladi. Qo'l esa ko'karib ketgandi. Mashina o't oldi. Nazokatni tug'ruqxonaga olib borishdi. Bechora Safarqul o'sha kecha uxlamay tug'ruqxona hovlisida yurib chiqdi. Qaynasinglisi o'g'il chaqaloq tug'di. Uyga qaytgan Safarqul 3 kun istimalab yotdi. Sovuq o'tib ketgandi. Nazokatning eri biror marta ham yo'qlab kelmadi nomard. Tug'ruqxonadan qaynasinglisini chiqarib kelish uchun ham Salim akadan olgan qo'yini sotib ishlatdi. Nazokatni yana uyiga olib keldi. Safarqul bugun ham kech qaytdi. Nozim aka qo'y haqqini berdi. Safarqul uyiga borishdan oldin do'konga kirdi. Nazokatning o'g'liga kiyimcha oldi. Bolaning tanasi nozik bo'ladi. Qahhor aka, qo'limning kiri kiyimga tegmasin. Yaxshilab biror paketga o'rab bering, dedi Safarqul kulimsirab. O'zingga yaxshiroq etik olsang bo'lmaydimi? Sog'lig'ingni yo'qotsang yana qaytib ololmaysan, dedi do'konchi Safarqulni oyog'idagi yamoq solingan etikka boqib achingancha. Keyingi oyliklardan bir amallab olarman akajon. Bola sovqotmasin. Qish chog'i bo'lsa axir, dedi Safarqul kiyimcha solingan paketni ohista qo'yniga solib. Uyga yetib keldi. Xotiniga sekin shivirladi. Onasi, mana bu kiyimchani jiyanchiga kiydirib qo'yinglar. Ataylab oldim. Nazokatni eri olib ketdi, dadasi. Nima? Qachon? Bugun soat 12lar atrofida kelgandi. Safarqul hech narsa demadi. Kiyimlarini almashtirib uyga kirdi. Tomog'iga alam tiqildi bechorani. Yutindi va yana yutindi. Qani yordam bersa yutinishlar. Kelgunimcha kutib tursa bo'lardi-ku. Men undan oti dunyo so'rarmidim. Bojam yoki Nazokatni o'zi bir og'izgina rahmat pochcha hammasi uchun desa, g'arib ko'nglim tog'day ko'tarilardi-ku. Nahot birgina rahmatga arzimasam? Kambag'alga rahmat aytish gunohmikin-a? Hayoliga kelgan savollardan bechorani ko'zi yoshlandi. Xotini oldiga qo'ygan qadrdon ovqatiga nonni to'g'ragancha yeya boshladi. Hikoya muallifi Turg'unjon Ochilov. Hikoya tamom. Manzur kelgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Ibratli hikoyalar, hayotiy voqealar va kundalik hayotimizda uchraydigan voqealar to'plami faqat bizning kanalda. Ibratli hikoya kanali. Tashrif buyuring va kanalimizga obuna bo'ling.